Buxoro avtomobil bozori. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Biz yana yangi haftani boshlab oldik. Hafta kuni yakshanba, sanasi esa 1-fevral 2026-yil. Biz Gentra narxlariga oshishlar bilan birgalikda to'xtalib o'tamiz. Bekafto YouTube kanaliga xush kelibsiz. Kuzatishni davom eting. Biz videoni boshladik. Hop, mana Gentrachalar ham boshlab oldik. Gentra avtomat korobka, 4 paketli metan gaz qo'yilgan. ABS yo'q. Balonchalar zo'r holatda turibdi, bemalol minib yurasiz. Shumzalar bo'lmagan. Salon holatlarni ko'rishingiz bugun yaxshi qo'l kiydirilgan polik avtomat korobkada 2 oldinda abagreif ham bor, monitor, salon holatlari, lyuk bor, xullas bitta ABS yo'qdan aytib o'tganimizdek 4 paketli metan gaz termetikalarni ko'rishingiz mumkin. Hop, yili 2023 yil ishlab chiqarilgan. 49 km bosib o'tgan. Sof ma'lumot egalarining o'zidan boshin generalni ham beriladi, nomerga davins ham beriladi. Kraskasi tozami aka? Toza, garantiya. Kraskasi 100% toza deyishyapti. Xo'p, narx qancha deyapsiz? 13 deyapmiz. 13 ming aytish narxi 12 ming aytadi-da. Ya. Bir nima qo'shilib ketadi? Xuddi shu. Hop, 12 ming nima qo'shiladi bitadi nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz? 94 bilan. 94lik 326 326 61 11. 61 11. WhatsApp, Telegram bormi? Bor hammasi. WhatsApp, Telegramlar bor ekan, musofirlikda turgan akalarimiz. Gentrachamiz tiniq bo'lib to'xtab turgan. Aloqaga chiqinglar. Kuzatishni davom eting. Navbatdagi Gentrachamiz qora toychoq. 4-paketli propan qo'yilgan. ABSlari bor, xullas. Rangchasi Darkman Blue rangdami? Shunaqa deydi mali. Qoraga tortib ketadi, lekin qora emas, tabletka ekan propan gaz ballonlari. Zapaska tushmagan. Deyarli bo'lib to'xtabdi. Tak. Salon holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Masla to'xtatdi. Snech qo'l kiydirilmagan, polik tashalmagan, pult qo'yilmagan. Xo'p, monitor bor, lekin bittagina lyukchasi yo'q, xolos. Boshqa eng fulidan bular faqat lyuk yo'q. Tak. Darkman Blue aka rangi. Qoraga tortib ketadi, lekin qora desangiz qora emas. Tak, 2024 ga 23, texpasport 23, kuzov 24, avtomat korobka, bez lyuk bo'ladi. 4 paketli propan gaz ballonlari qo'yilgan. 3000 km masofani bosib o'tgan. Kraskasi tozami aka? Toza, 100% aka. Kraskasi 100% toza deyishyapti. Narxi qancha deyapsiz? Narxini 12800 kelishtirib beramiz. 12800 aytish narxi nasib bo'lsa qancha bitadi oxiri? Shu bilan ham chiroyli. Tushib beradigan joyi bor, nasib bo'lsa telefon nomeringiz? 91lik 922 64 60. WhatsApp, Telegram bormi? WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Nomer olinganmi? Nomer olingan. Davins beriladimi? Beriladi. Davins ham beriladi. Egalarning o'zidan xullas Gentrachamiz aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, navbatdagi Gentra mashinachamiz avtomat korobkada, benzinda harakatlangan. ABS bor, xullas eng fulidan Amerikanka faralar taqib qo'yilgan. Balonchalar holati ideal bo'lib to'xtabdi. Bitta shumzalatsiya bo'lgan tomigacha. Xo'p, tayyorlovga urib qo'yilgan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi qo'llar kiydirilgan, polik tashalgan. Xo'p, abagreif bor, avtomat korobkada, monitor o'zini zavodskiy magnitofonida, lyuk bor. Xo'p, lyuk aytib o'tganimizdek. Tak, orqaga optra farar taqib qo'yilgan. Magashxonalar ko'rishlaringiz mumkin, zapaskalar tushmagan. Xo'p. Nechinchi ishlab chiqarilgan aka? 22? 2022-yil ishlab chiqarilgan. Tayyorlovga qancha ruxsatnoma bor? 2 oy tayyorlovga ruxsatnomalari bor ekan. Bu shumzalatsiya bo'lgan, Amerikanka optra farar taqilgan, ABS bor, eng fulidan. Xo'p. Probeg qancha deysiz? 54 ming. 54 ming o'zini yurgani, sof ma'lumot egalarining o'zidan, ha? Nimaga davins beriladimi? General davins beriladimi?
Yo'q, davrisi yo'q. Ha, oformlik qilib oladi. Kreditga ham chiqadi. Ha, kreditga ham chiqar ekan, bo'lib to'lashgachi? O'zini puli. Yo'q, yo'q. Bunaqa qilib bo'lmaydi. Xo'p, narxi qancha deyapsiz? 13300. 13300. Aytish narxi 12800 ga tushadimi? Yo'q. 12800. Bir nima qo'shilib ketadi-da. Bir nima qo'shilib ketadi-da. Ha, 13000 ga bo'ladi. 13000 ga bitadi. Telefon beringiz? 99lik. 99lik 178 178 34 34 WhatsApp Telegram bormi? Bor. WhatsApp Telegramlar bor ekan, musofirlikda bo'lgan akalarimiz xullas. Jentrachamiz kimni qiziqtirsa aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Xo'p, navbatdagi jentrachamiz avtomat korobkada. Motorxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Belingda harakatlangan. ABS bor. Mashinamiz tiniq to'xtabdi. Tarafga urilmagan, salon holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Chiqol kiydirilmagan, to'liq tashalgan. Avtomat korobkada monitor qo'yilgan. Lyuk bor. Lyuk bor aytib o'tganimizdek. Tak. Bagaj xonalari. Germetikalar aytib tiniq to'xtatib moshincha. Tak. 22 deysan yilni? 22 1 23. Ha. Kuzib 23. Texpasport 22. Ha, bo'l, tushunarli. Xo'p. Nima qilmagan, chiqol yo'q, to'liq qilingan. Shunizalashib bo'lmagan, radnoy to'xtatib, taraf ko'rib qo'yilmagan. Tak, proba qancha deysiz? 49000 kilometr masofani bosib o'tgan. Narx qancha deyapsiz? 12800. Aytish narx nasib bo'lsa 12400 ga bitadi, bekat to'lovdan chiqsalar. 12400 ga narx avtokredit chiqadimi? Avtokreditdan bo'ladi narx. Nasib savdochi? Yo'q, narx. Avtokreditga chiqar ekan. Mashinamiz tiniq to'xtabdi. Tak, telefon nomeri aytib o'ting aka. 93lik 450 91 WhatsApp Telegram bormi? Bor. WhatsApp Telegramlari bor ekan. Piražki korpus, cigaret. Davens beriladimi aka? General Davens. Bo'ladi. General Davens ham beriladi. Mashinchaga xullas tiniq to'xtabdi. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Xo'p, Gentra Lacetti qatoridan Lacettichamiz 1.8 motorda. Mexanika? Avtomat 3-paysa. 3-paysa avtomat 1.8 avtomat ekanda. 4-pakalayna metan gaz qo'yilgan. Lyuk salon holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Chiqol kiydirilgan, monitor, rul xullas. Orqa salon holatlari. Tak. Bagaj xonalarini ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq to'xtatdi. Abi nima deydi hali? Abagraf qo'yilganmi? Ha. Abagraf qo'yilgan. Gentra sidenada. Shumka bo'lgan ekan. Tak, krila kapoteza kraskasini. Krila kapotda bor ekan kraskasi. Xo'p, necha yil ishlab chiqarilgan? 2012-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 270 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narx qancha deyapsiz? 6,5 kelishiladi. 6,5. Aytish narx nasib bo'lsa 6000 ga bitadi-da, tiniq. Davens beriladimi generalni? Bo'y dokument. Liboy dokument bo'ladi. Kreditchi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga nasib bo'lsa 6000 ga bitadi. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 206 206 2038. 2038 nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. WhatsApp Telegram bormi? Bor. WhatsApp Telegramlar bor ekan, musofirlikda o'rgan akalarimiz. Arzongina Lacetticha. Gentra Lacetti qatoridan Gentrachamiz mexanika Gentra izlayotgan akalarimiz uchun motorxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. 1.5 mexanika korobkada. Tayrovka oktyabrgacha ruxsatnomasi bor ekan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Chiqol kiydirilmagan, polik tashalgan. Nimasi bor? Avagresiyada mexanika korobkada, monitor. Xo'p. 4-pakalayna metan gaz qo'yilgan mashinchaga. Tak. Metanchamiz aytib o'tganimizdek
Bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi turibdi. Ha? Terish. Tak. Yili 2021-yil ishlab chiqarilgan. Probeg qancha aka? 70 km masofani bosib o'tgan. Narxi qancha deyapsiz? Narxi Narxi 9800 kelishtirib beramiz. 9800 aytish narxi nasib bo'lsa 9 ham gap ketadi-da. Yo sal kelishtirib. Bir nima qo'shilib ketadi nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 642 642 15 15 22 nomerlarga aloqangiz qilsanglar bo'ladi. Kraskasi tozami? toza. Kraskasi toza. Nomerga general daveniz beriladimi? General iloj bo'lsa nafar. Ha, iloj bo'lsa notarius. Xo'p, WhatsApp, Telegram bormi nomeringizda? Ha? WhatsApp, Telegram bormi nomeringizda? Bilmayman. Yo'q. Ha, xullas aloqangiz qilsanglar bo'ladi. Jentrachamiz. WhatsApp, Telegramlari bor ekan xullas. Jentrachamiz, Jentra izlayotgan akalarimiz uchun. Xo'p, Jentra Lasetti qatoridan Lasetti mexanika korobka 1.8 motorda. Yo'l shtakalari metangasi qo'yilgan. Xo'p, ABS bor. O'zimiz avtoska sakazgachalar. Shumzalasi bo'lmagan. Sana holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi hol keltirilgan mexanika korobkada magnitofon bor. Probeg 190 km masofani bosib o'tgan. Tak. Savolari bagajxonalarni ko'rishlaringizga aytib o'tganimizdek metan gaz qo'shimchamiz zapasga tushgan. Tak. 2013-yil ishlab chiqarilgan Probeg 180 km masofani bosib o'tgan. Qo'shimchamiz kraskasi qanaqa ekan buni? Bitta kapotda kraskasi bor ekan, boshqa joyi ratnoy. Tak, narxi qancha deyapsiz? 7000 aytish narxi 6.5 ga bitadi-da. Ha? 6.5 ga bitadimi? 6.5 ga bitadi. 6.5 ga bitadi. Kreditdan chiqadimi aka? Yo'q, men bilmayman, bu kredit bo'ladimi? Xo'p, telefon nomeringiz? 88lik 88lik 303 303 99 nomerlarga aloqangiz qilsanglar bo'ladi. Lasetti 1.8. Mana bo'lekanki arzonlar Jentracha bo'lsa, probeg ham kam, narxi ham shikalat. Mashin sostensiya, mashin xullas probegi shikalat. Motorxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. ABS bor. Benzindami aka? Bitta benzinda harakatlangan. Balonchalari. Balon obratnoymi o'zini? To'rtta yangi yumshoq. Yumshoq balon qo'yilgan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq bo'lib to'xtabdi. Abagresidena bor, avtomat korobkada o'zingiz avtoskoy maytafonida. Xo'p, lyuk bor. Lyuk aytib o'tganimizdek shumzalasi bo'lmagan. Tak, motorxona, bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin, mexanik ko'rishlaringiz mumkin. Tak. Nechinchi ishlab chiqarilgan aka? 23 uka. 2023 ishlab chiqarilgan. 8000 dedingizmi probegini? Nima? 8000 dedingizmi? 27000 euro. Ha, 27000 km masofani bosib o'tgan. Kraskasi tozami? Kraska toza. Kraskasi 100% toza deyapti. Tak. General daveniz beriladimi aka? Beriladi. General daveniz berilgan. Xo'p, narxi qancha deyapsiz? Narxi 13800. 13800 menimcha bu sostenarga arziydi. Xo'p, 10.5 ga bitadi-da. 10.5 ga bitadi nasib bo'lsa. Nima? 10.5 ga bitadi-da. Kelishamiz. Yo'q, kelish olasiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz? 94 94lik 543 543 0005. 0005. WhatsApp, Telegram bormi? Bor. WhatsApp, Telegramlari bor ekan. Jentrachamiz tiniq to'xtatib xullas. Shunlar nasib bo'lsa, Jentra Lasetti videolari ham tugatib oldik. Obunalar ketinglar, hammasi oldinda. Xullas, joylar sog' bo'lsin. Biz siz uchun ijodamiz. Qora avtomobil bozori.